Assalamu alaykum hada. Aldı bilen Uyghur İnformasyon Merkezimizin ziyaretini qabul qilib berganligingizdan Allah razı olsun. Özünüzden qısqacha ahvalını bir tanıştırıp ötken bolsanız. Aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemimizden Allah razı olsun inşallah. Ben Ruqya Farhat bulumen, G'o'lji şehrinden. Ben ailemde dadam, apam, 3 akam, ben. Biz 6 can yaşayımız ailede. Benim ailem dinli bir aile, İslami bir ailede çoğun oldum. Dadamның, 3 akamның yetekleşi bilen. Ben dinni düşünüp, düşmanlarımızın nemiligini, din düşmanlarının, Allah'ın düşmanlarının nemiligini bilip, düşünüp çoğun oldum ailemde. Allah'ın yardımı şundakla ailemdekilerine yardım bilen inşallah. Ben ahlimni bilsem, menimki ailemni işqilib çoğun bolsam, benim dadamken, apamken deb bir çoğun bolgan vaqtimda mening ailemni şu Xitoy tajovuzchilari her vakit kecha gündüz aram bermey daim kelip avar qiladi uydagilarni, ailekilarni. Bulubmu kechisi bu Xitoy o'g'irlari kechilikda o'g'izlardan sakrab, tomdan sakrab, eshiklarni tepib, urib qaraqchidek kirib uyga aqtirib uylarni xohlagancha aqtirib, xohlaganda kelib shunda avarchilikda cho'ng bo'ldim. Shundaqdimi hamda ailemdegilarniki tarbiyasi kuchli bo'lganlikdan biz yana mayli kichkimizdan tortib cho'ngimizga kelguncha bu Xitoy o'g'irlarga, Xitoy qaraqchilarga bosh egmay cho'ng bo'ldik ailada. Oxirida o 6 candan şu 5 apam dadamdan 3 akamdan ibaret bu 5 qarindishim apam dadam bu Xitoy o'g'irlarining qo'lida vafot bo'ldi. Men 11-13 yosh vaqtimda meningki dadam bu Xitoy tajovuzchilari tutib ketib 3 oy bo'lganda mening dadamni jasadini shu necha Xitoy o'g'irlarining nazorati ostida mening dadamning jasadini akeldi uyga. Akelgandan keyin biz yugurib berib vaqtida men kichik bo'lsam-mu yugurib berib dadamninki o'zini etishga o'rinsam menga Qur'onni tanglab dadamga yaqin kelgizgili qo'ymadi. Ondan keyin akalarim yo'qdi uyda, apam batdi. Shuning bilan qo'shnidan bir ishga qo'shnini chaqirdi Xitoy o'g'irlari. Chaqirib undan keyin bir qog'ozga bir daftarmi qog'ozmish qilib bir narsa yozilgan, o nima yozilganini men bilmadim, apamga ko'rsatmadi, hech kim o'qig'izmadi. Apamni qo'l qo'yg'izdi, qo'shnidan ikkini qo'l qo'yg'iziblar, imzo atdi, imzo qo'yg'iziblar. Mening dadamni yana shu nazorat ostida Xitoy o'g'irlari shu mashinaga silib aketdi. Hazırga kelguncha o dadamninki o nima tuproq başı nerga qo'yildi, nerda uni ben hazırga kelguncha men bilmayman. Shuningdan keyin bizning oila mushu Xitoy o'g'irlari, Xitoy qaraqchilar tarafidan vayron bir-birlab qirildi, tugab ketdi. Shundan keyin dadam tugab ketgandan keyin o'chrat apamga keldi, 3 akamga keldi. 3 akamga kelgandan keyin apamnımı kecha akitib, gündüzü akitib, şunda aramchilik bermedi. 3 akamgımı bular aramchilik bermay, en ahirda men şu 14-15 yaş vaqtim bo'lsa kerak. Men o'sha chaqlarda shu 30 pari Qur'onni tugitib, men ijozat aldım. Shu jarayonlarda ijozat elib men yana boshqa o'qish başladım, kitap okuşuna başlap anca şu bilginimni, şu bilmegen okuguchilarni tuttum, okuguchilarga bilmegenimni ügettim, bilginimni ügettim, bilmegenimni ügünüşke tirishib yaşadım. Şu jarayonlarda meniki apamni tutib ketdi. Apamni tutib ketib, 2 oy atrofimni qilib bir oydan 3 oygacha bo'lgan oraliqda apam yana aketdi. Onun keyin ashta qilib ish qilib asosan bizning oilaga dadamni o'ldirib bo'lgandan keyin bizning oilaga qat'iy aramchilik bermadi. Men 16 yosh, 15 yosh vaqtimda sal oshqa vaqtimdagi mening 3 akamni bevosita shu qo'shniniki bir 4 bola bilan oila bo'yicha mening 3 akamni biraqlar tutib ketdi. Onun keyin akalarim tutib ketgandan keyin akalarimni izlab borsak qat'iy deb bermadi.
biz palon yerda deydi, palon yerga borsak pukon yerda deydi, pukon yerga borsak u yerda deydi, ish qilib uxmaymiz deydi, ish qilib depmidi. Demak ko'rishtirmidi akalarim bilan. Uningki shu men shu 16 yosh vaqtga to'shqa vaqtim bo'lsa kerak. Uningki meniki opamni shu 3 akamni biraqla tutib ketgan petim men bilan ko'rishtirmidi. İzdirgini qilsam izdirginimni depmidi menga. Uningki uninggacha mening mo'yliqi aqo'tim shu dadamnikidek bo'ldi siningmi deb menga har xil tahdidlarni soldi. Kelgandan keyin sen aldirmaydi, siningmi ko'ngilging bor undaq-mundaq. Menden kelib gap so'raydi, sen kim bilan aralashayotsan, nima ish qilyapsan, dadang nima ish qilgan, kim bilan aralashgan, nada tug'an, nada qo'pgan, degandan iborat mendan o'sha savollarni so'raydi. So'rgan vaqtida men unga javob bermayman, meni javob berish majburiyatim yo'q. Dadamning nima ish qilganini so'rab nima qilsa deb men unga javob bermagandan keyin unga mangayliq tahdid selib sening aqo'ting dadangdak bo'ldi, undaq-mundaq deb har xil aqliy jihatdan bo'lsin, jismoniy jihatdan bo'lsin ish qilib tahdidlarni selib, eng oxirida shu 16 yosh kirgan vaqtimda menga shu 16 bola bilan billa, men bilan 16 ta balani biz biraqla tutdi yoshada. Tutib ketdi Urumchining bir yerda. Tutib ketgandan keyin o 16 bolaning ichida eng cho'ngi mendan cho'ng 18 yosh kirgan bir o'g'il bola bor, 17 yosh kirgan bir qiz bola bor. Uning kichiki 9 yosh, 12 yosh, 13 yosh, 14 yosh bolalar. Kichiki 9 yosh. Tutgan bolaning ichida. Bizni biraqlar tutib shu yarastiga nima qilib qo'ydi, yarastidan sulab qo'ydi opirib, yarastida 3 kun turdik. Non suv bermadi bizgacha 3 kun ichida. Non suv bermay sulab qo'ydi. Ondan keyin o shu tutgan bolaning hammamizni men o shu vaqtidami kichik bolalarni shunda qo'qitib, tomoq bermay daxiyada yotqizib qo'ydi kech kunduz. Undan keyin shu bizni bir yarastidan boshqa bir yarastiga ochiqdi. Ochiqqandan keyin ashada qiz o'g'il bo'lib jami shu bir 10-12 atrofida bor. Bizni kichikdan cho'ng chiqib, boshqa bir yarastiga yo'tkab chiqib, 10-12 er ayol bo'lib, bularni barali qilmishdoq qo'lini nimaga tomga ustiga isib qo'yibdi. Bu er ayollarni qalaymiqan kaltaklar bilan qattiq urdi bularni. Urib, shuning ichida yaralanib, qansirab o'lib ketganlar, hamda balkim hamda uni sanashga fursat bo'lmadi. Bir 7-8 chiqdi. Qansirab, yaralanib, ig'ir yaralanib, bo'lgandimi haliqi bir qattiq o'di bu kapirlarchu. Yaralanib bir 7-8 er ayol bo'lib, 7-8 ashada qansirab o'lib ketdi. Ularni qansirab o'lib ketgan vaqtda bizning ko'z oldimizda ularni shu nimaga qariq bir yo'g'on suli xaltini akirdi. Ularni xuddi biraliqi o adammi, o nima, ya bir saychamg'omi, o ash saychamg'oni qachilgandek qar xaltiga qachiladi. Qachilab, undan keyin o bularniki jasadlarni ochiq ketdi shu kechida. Kechida bo'lgan ish. Undan keyin shu jarayonlarda hamda buni nima maqsad qiluvdi desa, shu bizni texma qo'qitish uchun, hayyu qilish uchun, tahdid silish uchun qildi buni. Undan keyin o yana o'zi kichik bolalar bo'lgandan keyin o kichik bolalarmi ancha-muncha qo'rqqan bo'ldi, bizmi qo'rqqan bo'ldik. Undan keyin bizni shu kechdan boshlab kechida bizga so'roq boshlandi hamda so'roqqa ayrim qilib so'roq qildik. Kech kunduz to'klarni uchamaydi. Har yo'g'on lampochkalarni esib qo'yib bizniki. Ya uxlag'ili qo'ymaydi uyqusiz soat 2-3 atrofida bizni ashta so'roqqa chiqadimdi bola. So'roqqa chiqqandan keyinmi yana nimani so'raydi desa, shu kim bilan aralashding, nimani o'qiding, kim o'rgatdi, kim bilan aralashyapsa, kim keldi, nega bording, opam kim bilan aralashdi, dadam kim bilan aralashdi, kim ish qilibdi so'raydigini shu hamda. Bizni hamda shu bir kitob o'qiganligimiz uchun, to'g'ri yo'lda manganligimiz uchun biz mushunda mayli kichik cho'ng bo'lib, er ayol bo'lib, mushu Xitoy tajovuzchilar tarafidan shunchalik haqorat, ig'ir besim, qiyin qistoqlarga uchirdik hamda. Faqat bizning jinoyatimiz nima desa,
Bizning faqat Uyg'ur bo'lib qolganligimiz, yana biri bir kitob o'qiganligimiz bizning jinoyatimiz shu hamda. Uningdan boshqa bizningki bu Xitoy tajovuzchilarga hech qanday bir jinoyat shaklida ya o'g'irlik qilmadik, ya bir qima o'ynamadik, ya bir boshqa bir Xitoy tajovuzchilarga ziyon kelgudek bir ishimiz yo'q bizning. Faqat shu Uyg'ur bo'lib qolganligimiz, to'g'ri yo'lda manganligimiz uchun. Bu Xitoy kafirlari, Xitoy tajovuzchilari uning ichida mushu sirtda qar darvozaning oldida talmirib izdirgini shu bolalarninki izdirgini elish uchun, ota-onalarning izdirgini elish uchun shu qar darvozaning oldida tarmilib kechilab yetib izdirgini ololmay ketgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Uning ichidagi o izdirgini bermaganlar kim o desa, nimishqa bermaydi desa, ashuning ichida qalaymaqan urdi. Qalaymaqan to'qlarga chetib, uning lekin qalaymaqan asos jihatdan ash qaltaklar bilan qalaymaqan ig'ir urdi, qattiq urdi. Urgandan ular ig'ir yarlanadi. Ig'ir yarlangandan keyin jiqi qansirab ilib ketadi. Qan chiqqandan keyin o qonni to'xtatadigan yoki dori o'kul ishlatmagandan keyin ular ashna qansirab jiqi ashna qansirab ilib ketadi. U nimishqa urdi desa, ulama ashunda qiliqi hech qanday bir xatoligi yo'q. Biraligi Uyg'ur bo'lib qolganligi uchun, shu bir kitob o'qiganligi uchun, to'g'ri yo'lda manganligi uchun, oiladagi ota-onasi bo'lsa farzandlarini "Ma to'g'ri yo'lda mang, ma xato yo'lda mangma. Bizning ma to'g'ri yo'limiz ma'lum, ma to'g'ri yo'lda mang" deb bir to'g'ri yo'lga boshlaganligi uchun ashunda qalaymaqan hech qanday bir gunohsiz o'lib ketganlar jiqoning ichida. Bu Xitoy tajovuzchilari nima uchun ashta qiladi desa, meniki dadam shu hayat vaqtida deydigan, biz Uyg'ur millati nihoyatda oq ko'ngil millat. Ammo oq ko'ngil bo'lgandimi biz oshirib etgan oq ko'ngil millat. Biz qarni, oqni farq etmay, masalan bir qarga yuluqsak, ma qar yuqib qoladi deb biz ishtimizga yuqib qoladi yoki kiyimimizga yuqib qoladi deb unda aylanib o'tamiz. Ammo biz qardan oqni aralashtirib etgan millat. Ashta bo'lganlikdan unda demakchi o'g'ini biz o'zimizning dushmanimiz, biz oq ko'ngil bo'lganligimizdan bu dushmanimiznimi ha bo'pti yashawasin, topqa o'zining jannini o'zi beqosin deb biz shunda hammaga yo'l qo'yganlikdan bizda bu Xitoy tajovuzchilari biz oq ko'ngil qilib bularni biz qo'ynimizga olgan bilan bu Xitoy tajovuzchilari mumkin emas bizni nim qilmaydi deb mening dadam shunda deydigan. Bu Xitoy tajovuzchilari bizni shu dadam hayot vaqtida hamda dadam shu vaqtida deyishcha 25-30 yil burun bizni Uyg'urlarni tizimlikdan yo'qotish girdog'iga kirgizib bo'ldi Xitoy tajovuzchilari bizni. Har xil shu dadamning so'zlab berishicha shu bir chaqlarda shularga o'pchi tomoq yeydigan bir chaqlarda dadam yashapti ekan, momam. Shu chaqlardimi har xil usullar bilan, har xil hiyla-nayranglar bilan baylanib, baylarni boyliqichiq deb po'ngichiqqa aylantirib, uning aylantirib, buning aylantirib, har xil hiyla-nayranglar bilan, har xil usullar bilan bizni shu Uyg'ur bo'lganligimiz uchun bizni yo'qotdi. Ham shu yo'qotishni davom qildi, bir umr davom qildi. Biz qachon biz uyqumizni ochmasak, dushmanimizni tunamasak, biz oq ko'ngillikni azroq yo'qotmasak, biz bu Uyg'urlar bizni tugatadi bu Xitoy tajovuzchilari. Biz Uyg'ur millati uyqumizni etish kerak, dushmanimizni tunish kerak, do'st kim, dushman kim biz buni ayirishimiz kerak. Biz qachonga ayirmayotganmiz, biz Xitoy tajovuzchilari bizni hamon bir kuni nimadan zamindan yo'qotadi, ham yo'qotishga urinadi. Ammo Allohning yordami bilan yo'qotib bo'lmaydi. Ammo lekin shuningdami biz dushmanimizni tunishimiz kerak deb mening dadam shunday aytdi. Ammo lekin shu Xitoy tajovuzchilari shu turmaning ichidami maqsad nima desa, hech qanday bir jinoyatsiz, hech qanday bir gunohsiz bo'lsa-mu, qalaymaqan urib, qalaymaqan qijnab, qalaymaqan nurg'un qarindoshlarimiz hamda men uni mancha deb uni sanab bo'lmayman. Ammo lekin kuniga amdaylik 2-300 desam mubolag'lashtirib o'tmayman inshaalloh. 2-300 100 ozligi yo'q deganda, ashunda qarindoshlarimizning jasadini qarxaltiga qachilab, kechida qiladi buni, kunduz qilmaydi. Kechida qalaymaqan urib, undan keyin qalaymaqan urib, qarxaltiga qachilab chiqib, izdireksiz yo'qotib o'tganlar yomonchiq. Men 4 yil jarayonida, turmada yotgan 4 yil jarayonida izdireksiz ashunda urib, qijnab, o'ltirib, qarxaltiga qachilab ko'mbatganlar, izdireksiz yo'qotib o'tganlar yomonchiq. Shuning bilan birga biz shu yangi tutib kelganlar uchun yangi tutib kelganlarni hayy qilish,
taklif selish uchun bular ikki tarafga qarab qalmay, hech nimani o'ylamay, bular shu ichidagini 4-5 odamni 6-7 10-15 dan 4-5 kishi odamni bular gap yo'q qurbon qiladi. Qurbon qiladi. Nima uchun desa, yangi kirganlarni tahdid selish uchun, qo'rqitish uchun, texmo qo'rqitish uchun o nurg'un 6-7 dan 10-15 kishi odamlarni mayli qiz ayol bo'lsin, bularning oldida ayol emas, qiz emas, er emas, o'xshash. Qiynashdimi o'xshash, urishdimi o'xshash, hammasi barobar. Ma ayol kishi deyman, kichik qiz bola deyman, cho'ngda kichikda ayrilmaydi uning ichida. Ashta qurbon qiladi bular. Qanday qurbon qilsa shularga tahdid selish uchun ashta qalaymaqan urdi. Qalaymaqan ishqib bularni aslida kimni saldiraydi, biroqlar o mayli ayol olsun, mayli er olsun, kiyimlerini saldırıyıp aşında qalaymaqan urgandimi qattiq urdi, kaltak bilan aşında tok kaltaklar bilan o'zining alayda yasab qo'ygan mushtaq 1 metrdan 1 metrni kaltaklar var bularning. Ashta kaltaklar bilan ashunda qalaymaqan urdi. Urganda ular ashta qansirab o'lib ketdi. Qansirab o'lib ketdi. Ularning qor qaltiga qachilab ashta yo'qitdi bular. Demak, endi biz Helim türmelerden aşınçılık nurgun qarindoshlarimiz izdireksiz yo'qolib ketdi. Ammo nechisi sirtida mening bolam manchillik kesildi, manchillik o'tirimining ichida bor deb o'ylaydi. Amaliyotda jiq qarindoshlarimiz uning ichida endi shu vaqtlarda yo'q. Ularni yo'qotadiganni yo'qotib, endi az bir qismlarni manchillikka so'qanda maqnaloq deb ap qolgan bilan jiq ko'p qismlari uning ichida yo'q endi. Yo'qotish maqsad yo'qotish bo'lgan degan Uyg'urlarni. Onun içinde biz tutilgan Necibal'ның içinde bizni ayrim so'roq qildi. Onun için bana pek ig'ir ta'sir qilgani men bilan mening o'quvchimdi, shu 17 yosh kirgan bolatdi o'sha. Endi voy hada voy acha deb endi men shu Qur'on qarilikda o'qiydigan bolatdi o. Ashuni men qari qilma deb 3 balani maxsus ayirib olganman. Şu bala endi voy hada deb endi meni bekkelqi alayda hurmatlab alayda ko'rdigan baldi. Ikimiz hadi singildek, uniki mening akam bo'lmagan ekan, o'nelqi o'zimning ukusdek, uniki mening inim ya singlim bo'lmagan ekan, singillarimdek, singlimdek, o'zimning bir qiyinchimdek ko'rdim. Uning ichida so'roq qilish jarayonida endi meni isming nima endi so'raydi odatda, isming nima, andaq, nerda tug'ilding, nerda bilib tursin so'raydi bular. Endi men uningga javob bermadim endi. Isming nima desam javob bermadim, dadan kim desin javob bermadim. Hech qaysiga men javob bermadim endi. Men sana javob berish majburiyatim yo'q. Sen bizni vatanimizga besib kelib, sen bizni qalaymaqan tutib, kichik olsun, cho'ng olsun qalaymaqan tutib, bizni sen mushta oldingi begunoh so'lib olib, bizni so'roq qildigan nima huquqing bor? Sen asli sening yurting bu emas. Bizning Sharq Turkiston bizning yurtimiz bu. Bizning vatanimiz, sening vataning ishkirga kel. Sening bu yerda bizni qalaymaqan so'roq qildigan huquqing bormi sening? Deb men gaplarga nim desa shuningga tang turib javob bermagan. Javob bermagandan keyin undan keyin mening urdi hamda qalaymaqan, mening shu yuzlarimda, badallarimda saqiya yo'q shu chaqlining o'zida. Keyin kunga davolanib saqib hozir mana mishalar qarasam izlaba, mana mishalarni izlaba hamda urdi. Shu chaqda meni ayshunda qattiq urdi. Urgan vaqtida shu 17 yoshli bola ukimiz. Undan keyin ikkimizdan bu balını oyda, mening oyda so'roq qilgan. Urgan vaqtda undan keyin bu balani nimani so'raydi, siz mendan nimani o'rgatding, nima qilding, aqti ko'k deb shuni so'raydi. O balani undan keyin meni ochda urgan vaqtida bu bala o'tirg'i chiqdi undan keyin nemishqa unda ursa, o ayol kishi tursa, qiz bola tursa, unda deb undan keyin buning Xitoy tajovuzchilarini sen bir qonxo'r, sen bir tajovuzchi. Aslida bunda sening qonuningda bunda ayollarni urish, qiynash yo'q. Sen özünün kanuniga özün nima qilmaysa, özün qonunni chiqarib, o'z oldinga qonun chiqarib mushta qiynasang bo'lmaydi deb o bola endi tang to'di. Tang to'gandan keyin bu bolani qanday qilsang shu chog'da endi menga nima qilganligi uchun bu bolani shu ko'z oldimda nimaga halqa tokkaltiki va tokkaltiki bilan qattiq urdi bu bolani shu. Mening oldimda urgandimi bek urib ketdi, ammo lekin urib undan keyin bu bola meningki ko'z oldimda shu yerda bu bola jon uzlashadi. Jon uzgandan keyin undan keyin bu bolani shunda yana shu takrar qarqaltiga qachilab yana ochiq ketdi. Endi menga ta'sir qilgani shu chog'dimi, endi ta'sir qilgandam yomon ta'sir qildi. Tova
bu bizim neme cinayetimiz var, neme günahımız var, bu Xitay tecavüzleri neme işkımışta kılgın, bizden sırtike muşunda kırındaşlarımız, ata-analarımız, aka-edilerimiz muşunda bilemdiğanda, muş Xitay tecavüzlerinin muşunçılık ne kadar iflas, ne kadar bir zulmeger, eski bir kapır ekanligini bilgen bolsaydı kaşki, düşmeni tunugan bolsaydı kaşki, dep men şu çağlardan bek oylap kettim, bek tilep kettim hem de şularnınki bu düşmanlarını bir tunuşunu. Onun o kardeşimiz tükep ketdi göz aldımda, onun için şu yana şu çoğun küçük sorak başlandı yana toxtab qalmadı. Onun için urup men ya huşumdan ketdimi bilmeyme, kirip nima solap qo'ygan o'xshaydi kameraga. Solap qo'yib onun için yana o'ngshalga o'xshayma qaraganda. Onun için yani şu asası keçide sorak qiladi bizni açıqib, kichik olsun, çoğun olsun. Endi bularniki tötki bilaglik endi onun içidechu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü de tötki bilaglik. Endi birincisi nima desem da şu bularga boysunmagan. Meyli nima desin, meyli qancha usulda qiynasin, bularga boysunmagan. Bularga ait qattiq qo'l. Meyli yemeklik jihatdan bo'lsin, meyli qaysi usulni bo'lmasin, bularga ait qattiq qo'l deydi qo'y, ixro qilganga kamchilik, nima joyillik qilganga mandaq deb Onun ki yeni bir ikincisi olsa, ularga bir azroq moslashgan, ularga azroq hamda deganni qilib, azroq hamda moslashgan. Onun üçüncüsü ise ergeçkiçiler deb qo'ydi. Ularga hamda ergişip, menip qalib, ezip tezip, menip qalib, keyin o'zining xatoligini tunib, nimqan. Onun dördüncüsü nima desa, ularning aşı taraf, aşılarga moslashgan hamda onun ichida. Hamda aşının içinde moslashganlarga, ergeçkenlarga bize kengchilik qiladi onun içinde. Kengchilik nima desa, ularni bir ochib qo'yib etmaydi. Faqatlam ularni paydalanib, eng oxirida yo'qitadi ularni baribir. Biz yo'qitish tizimligida bo'lgan ekan, ularni baribir qo'yib etib, betib bo'la baxmaydi. Faqatlam shu bizdek ching tug'anlarga, shu dinda o'zimizning Uyg'urlik, musulmonlik nimamizda ching tug'anlarga ularni paylaq chiqib qo'ydimdi. Mesela namaz o'qiyotamdi, nimish qilyotdi, ya ichida pichir qilib namoz o'qiyotamdi, ya birisilar gaplashyapti deb bizlar qo'yib qo'ydimdi uni. Boshqa ish yo'q. Onun için ularni paydalanib bo'lgandan keyin hamda ularni baribir ya keyindan keliblarmi, qarini bo'g'iblarmi o'ltiraydi yoki bo'lmasa bir amallarni qilib hamda yo'qitdi hamda ularni hargiz nima qilib qo'ymaydi.